Keyin sen oyingda rosa kalta yerding. Esladingmi? Ko'chib ketgan kunlaring esingdami? O'shanda sendan so'ragan edim, Samo, seni qayerdan topaman deb. O'shanda sen nima deganding? Bitta yurakka bitta muhabbat sig'adi deganding. Esladingmi? Samo. Qulog'ingni chumoli. Ko'rdingmi? Sen eslolmayotgan bo'lsang ham, qalbing esidan chiqargani yo'q. Siz nimaga tushunmaysiz? Men sizni tanimayman. Sizni eslolmayman. Samo. Men sezib turibman, bu yerda nimadir bo'lyapti. Sen meni unutishing mumkin emas. Chunki bu his-tuyg'ularni unutish mumkin emas. Men sizni tanimayman. Namuncha o'zingizga ko'p ishonasiz? Nimaga sizni unutishim mumkin emas ekan? Nima siz shunchalik zo'r odammidingiz? Samo! Hey uka, bu nima qilig'i? Nima uchun bemorga baqiryapsiz? Men uzr so'rayman, uzr. Kechirasiz. Bemorga tinchlik kerak. Bilmasdan. Qani chiqing bu yerdan. Uzr. Uzr so'rayman dedim-ku. Qani tez chiqing. Doktor, u doim shunaqa deyapti. Men eslolmayman, uni nima qilay? Bemor hali to'liq tuzalmagan. Uni asabini buzish mumkin emas. Qani chiqing bu yerdan. Tezlashing. Sekin. Samo. Sevgilim, men yana qaytaman. Bu senga. Men yana kelaman. Siz ovozingizni ko'tarmang boshqa. Arslon aka. Men sizni unutganim yo'q. Lekin nima qilay? Boshqa ilojim yo'q.